Распаковка tayyor. Men o'zimning kolleksiyamni syomkasi uchun judayam ko'p aksessuarlar zakaz qilganman. Так что kelinglar raspakowka qilamiz. To'g'risi ko'pligidan o'zim esimda yo'q nimalar olganim. Biz qo'limdagi uzunlarni ko'rsatib ketdik, chunki ozgincha oldin bitta pochkani ochib raspakowka qilib bo'ldik. Dальше biz degan zakolkalar, tirnoqga nakleyka yopishtirish uchun zakaz qilgandim. Bitta zakolkalar и qo'lga brasletlar. Кстати, mana shu brasletlar men qo'limga juda sig'madi. Bilmayman, kim qo'liga sig'adi yo'qmi. Так вот, kстати, video davomida juda ham ko'p uzuvlar bo'ladi. Oxirida qancha uzuv olganimni общийsini aytaman. Shuning uchun sanab turinglar. Topa olyapsizlarmi yoki yo'q? Vashta ko'ra olasizlar, что menda bitta katta salfani ichida faqatgina bitta dona narsa chiqdi. Men ro'molim chetiga qo'yish uchun ko'proq taqimchoqlar zakaz qilgandim. Lekin noto'g'ri zakaz qilganmanmi bilmadim. И вот bizda bitta ko'pgina uzuvlarni raspakovkasi boshlandi. Mening eng favoritim bu o'rtadagi kabalili uzuvlar. Также сережкаlar. Кстати, mani kolleksiyam u более такой sizlarni tilinglarda aytganda neferskiy kolleksiya, но o'zi street style shunaqa ko'cha stilidagi kolleksiya bo'lib chiqyapti. Shuning uchun ko'pgina именно kumush rang aksessuarlarni zakaz qildim. Yana uzuvlar, честно, men umuman tushunmadim qanaqa qilib shu darajada ko'p uzuv zakaz qilgan. Nihoyat oxirgi posilkalarni ochib ham bo'ladi. Bu yerda yana 2-3 ta braslet. Na samом деле men brasletlarni yana ko'proq zakaz qilgandim va parikam zakaz qilgandim syomka uchun, lekin ular kelishga ulgurmadi. Nasib bo'lsa keyingi hafta raspakovka qilamiz. Qaytgancha sizlar sanab topdinglarmi yo'qmi? Javobini bo'lsa hozir aytaman. 25 колец. Да, to'g'ri eshitdinglar, 25 ta uzuv. Hammaga xayr.